egisini tekshirish asbobi. Opa, oyog'im yo'qtirdi-ku. Sen cho'qim ishini uchiq qo'yibsan. To'g'ri adashing, topshirig'ingni ishlab bo'ldingmi? Topshiriq? Uning oyoq bilan nima munosabati? Qilishga tegishli ishni qilib bo'lmaylar, sirtqa chiqib o'ynamoqchimisan? Tozimi bir. Opam meni yana tulladi. Bugun opamning kayfiyati yaxshi emas, yaxshisi uningda yiroqroq yurgan. Nimish bo'pti? Yangidan ag'anam yana yo'qab ketibdi, shung achchig'i kelib qopti. U koridorda yo'qab ketgan o'xshaydi. Ha, nimish qundaq bo'ladi? Dadasi, sirtki kunlik nega ketdi? Bilmayman. Chatoq bo'ldi. Uni cho'qim boshqalarning ishda olib chiqib ketgan o'xshaydi. Qara bu ishni. Opamdan bekodili tulangladim. Zodi kimning ishidir? Jinshangning uyidagi oq bo'ynoq, Xubodakning uyidagi Oday, Shovfonning uyidagi Bilo. Xiaomining uyidagi Malika. Bu yerda ishlar bek ko'pkan. Buni zodi qaysi ish qilgandi? Senda buni tekshiradigan biror narsa yo'qmi? Topdim. Ha, Mal egisini tekshirish asbobi. buni qandoq ishiltimiz? Bu uskundan chiqqan radioaktiv nurni bir narsa ustiga tushiramiz. Sana bir qatam ko'rsatib qo'yay. Ko'zoynagingni menga ber. Andin. Radioaktiv nurni ko'zoynakka tushiramiz. Ha, u midirlayotidi-ku. Ha, yerga tushib ketdi-ku. Sen doim uyga kelsangla uxlaysan. Shunga ko'zoynagingmi tushib ketdi. Narsaning harakatiga qarab, uning egasining kimligini bilgili bo'ladi. Dashing. Aslida mundaqkanda, ishda ilg'agan narsani tekshirsaklar, uni kimning ishda qilganligini bilalaymiz, shundaqmi? To'g'ri deding, dashing. Ha, bo'ladi. Undaq bo'lgandan keyin bu yerdagi hamma ishlarni tekshirib chiqaylik. Jinshang, Dashing, sizgansizg'u. oq bo'ynoqning tomoq yeydigan qachisini menga berib turing, ha? Oq bo'ynoqning tomoq qachisini? To'xtab turing. Qanayli? Men sal turib qaytirib beraman. Xo'sh. Shauxey, Biloning tomoq qachisini menga berib turg'in bo'lamdi. Bo'ladi, lekin hozir mening vaqtim yo'q. Shunga o'zdan kayniga berib elib ol. Rahmat sana. Tomoq yeyotibsan-da, ishlatib olib beraman. Hozirli beraman dedim, bunda qachqansan qarda. Berib turg'in. Berib desam qandoq bunda qachqanma. Meni qo'llima, hozirli qaytirib beraman. Xubodak bilan Odayning har ishkilisi yo'qkan. Qochini o'zim eleyveray, ha? Dashu, aslida o'g'irlik qilib etibsan-da, ha? O'g'irlik qilmadim. Endi Xiaomining uyiga boraylik. Xiaomi, nima shodindan? Menga Malikaning tomoqchisini berib tursangiz bo'pti-kan. Ma'qul. Rahmat sizga. Diqqat qiling, chiqavatma. Xotirjam bo'ling. U 10 yillik asar haqiqa. Bu yerdagi hamma ishning qoshlarini yig'ib bo'ldi. Buni bu yerga qo'yay, ha? Endi boshlaylik. Ular urishyapti. Anglıyorsun Melike'nin kaçısını elimizde. Loçi çokum, uruşqa amrak. Pek ağır ketdi, meni urmanglar, Şodingdan meni qutuldirib ol. Sen nimandaq bichara. U ovqatini ip ketdi-ku. Shoxiyning ishda Bilo ekan. İşlarni qilibsan. Nomus qilmaydi ekansan. Nomusdan o'ltirding-ku meni. Hay, undaq ochiqlanma. O bundaq qilsa bo'lmaydiganligini bilmaydi. Dadam apa meni bek ching boshqurdi. Ular bilib qoladigan bo'lsa, uni opiraydi. Undaq bo'lsa chatoq bo'pti. To'g'ri. Bu oyoq kunlik deganlarning hammasini egisiga qaytirib bersak, cho'ng chatoq chiqmaydi-ku. Lekin biz bu narsalarning kimning ekanligini qandoq bilamiz? Buni tekshirib chiqishga bizning amalimiz bor. Mana bu maligisini tekshirish asbobi. Ular midirlayotdi-ku. Kim eng tez mang'idi? Shofu tez mang'idi. Eng qo'pol mang'idini Xubodak.
Ha, g'alati ish. Bu oyoq nimandaq misildab mangidi? Ha? Hey, u yiqilib ta'tir bo'lib qoldi-ku. Ha, nima? Bu mening oyog'im-ku. Ha, kunlikning undaq egiz ko'tarilganiga qaraganda, uning egisi Lay afandim-ku deyman. Bu opamning hamyon ekan-ku. Bu narsalarning egisini bildik. Ularga to'ydirmasdan qaytirib berayli. Rahmat, yaxshiliginglarga qanday javob qaytarishni bilmayapman. Bu ish qancha ish emas. Xo'sh, bu hamyonning og'zi to'xtamay ichilyotidi-ku. Xudo opamning ochiqlangan vaqtiga o'xshaydi ekan. Hay, to'g'ri. Meni teqitmiding deydi. Shovding qolganda qanday qilaman, ha? Endi chataq bo'ldi. To'g'ri, sen Shavxoning uyiga berib, uning qalamini ariyat elib kelgin. Shavxo, menga bir tal qalamingni berib turg'una. Ma'qul. Rahmat, ha? Tashong, topshirig'ingni ishladingmi? Ha, qarang, ishlayapman. Shavxoning kallasi bek ishlaydi. U ishlasa cho'qim chataq chiqmaydi. Ta'sirat chirig'i. Tag'a texchi bo'lmadimi? Tezroq bo'lsangiz qandaq, tezroq bo'ling. Ha, ma'qul. Shovdingdong, sen bek ishchonkansan jumu. Maqtaningizga ko'p rahmat. Biroq bu ish muhim emas. Yanada tezroq narsani tayyorlab bering. Ha, mana bitdi. Seni taxilib qo'ydim, ha. Ne bo'lgandi, qizim? Tezroq bo'lmasam ulguramayman, tezroq bo'lay. Kechikadigan bo'ldim. Apa, narsalar keldim men. Hurmatli ko'rurmanlar, biz kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Voa, bek qiziqarli ekan-ku. Qo'yib bo'ldimmi? Nimandoq osti kelisan? Hammasi qassobning ishi. U bek asti qiladi ekan. Buni bir hafta saqlab yanada ko'ramadim. Yulduz polvonning bugungi qismi burun qo'yilganlardimi bek yaxshi ekan. Tashong, menga asos mazmunni so'zlab bera. Bo'ladi, so'zlab beray. Keyin Yulduz polvon paydo bo'ldi. U dushmanni birli qo'yib yiqitibdi. Shuning bilan tugidi. Mushunchalikmi? Mazmuni qiziqarli emas ekan. Shundoq, men mazmunni yaxshi so'zlayolmayman. Yo'q, men undaq demadim. O'z ko'zim bilan ko'rganga yetmaydi ekan. Ta'sirat chirig'i. Tashong, buni qo'lingga ol. Endi boyi ko'rganlaringni bir qatam o'ylab chiq. Ko'paytib chiqiribdi-ku. Bek yaxshi bo'ldi, oxiri ko'ralidim. O'ylagallarimning hammasi chiqibdi-ku. Bek yaxshi bo'ldi, bek yaxshi bo'ldi. Yana o'zi ko'zi yaxshi bo'ladi ekan. Ha, bu narsa bek qoltiskan. Nima o'ylasa shuni ko'rsatib berdi ekan emasmi? Albatta, ko'rgan narsalaringni kallangda bir o'ylasanglar, hammasini ko'paytib chiqaradi. Yana bir sinab boqaychi. Voyjon, chashqan! Endi opamdan tilanglaydigan bo'ldim. Ish qilib korim yo'q. Bu mening ishim emas. Shundoq. Qandoq dedim? Ular ekan-ku. Bek Shundoq, bek qiziqdi, ha. Ne bilgen külgülük ha? Karanlık.
Taşım. Ben mening tushuntirishimni anglanglar. Men qasddan unda qilmadim. Meni kechiringlar. Men sizlarga qiziqarli kinodan birini qo'yib, gunohimni yuyay. Kino? Qani ayta, qandaq kino? Bu qandaq kino qo'yib bersam bo'lar? Ularga o'zim o'ylab topgan hikoyani qo'yib beray. Ha, bo'ldi. Boshlandi. Nima bu? Oy, Jinshan. Buni ko'rib Oo, qolgan nima ben. degani omoq. Bundaq desanglar qiyinchilik bo'ldi ekanman. Bu joy bak qo'rqinchli ekan. Xalita maxluq uchib keldi. Qara, O ishkimizganmiz. Xosiyat polvon doshing sizni qutuldirg'iz keldi. Oyjon! Xosiyatli odam, rahmat sizga. Qo'rqmang, endi hech ish bo'lmaydi. Qandoq, qiziqarliqmikan? Faqat senli yaxshi odam kelsa, biz eskimiz buni nemiz qiziq. U men o'ylab topgan hikoya. Shunga Ey, Dashu, to'xta! Shodingda. Qo'shma deyman. Shodingda. To'xta! Bizda eski odamlarni urug'ini chiqiribsan. To'xta, Dashu! To'xta deyman! Dashu, to'xta! To'zimi bir. Taşın! Sen belki haddingdan eshib ketding. Qaraganda sen yana boshqalarni xafa qiladigan ishni qilsan, shundaqmi? Bu shundoq bo'lib qoldi. Sen doim narsalarni o'z o'rnida ishlatmaysan. Buni menga qaytirib ber. Taşın! Ishqalar to'xtab turinglar. Qani aytinglarchi. Derinlik kimchandi, ha? Buni cho'qim Taşın sen chaqdingmi deyman. Opa, men chaqmidim. Undaqda. Yo'q, men emas. U ishni men bilmayman. Qasam qilay, men chaqmidim. Rostini men chaqmidim. Ladlik sanduq. Taşın! Xalita ish o'rniga ketgandi. Taşın! Yana uxlab qapsan-ku, ha? Iching pushmamdi. Uxlash men yaxshi ko'radigan ish. Uxlayman desamlar, mayli qaysi joy, qaysi vaqtda bo'lsin ko'zimni yumib berishga uch desamni uxlab qolaman. Mana mundoq. Taşın, ishlaydigan topshiriqlaring bor. Sen topshiriqni ishla, anladingmi? Ma'qul, hozir ishlay. Men o'ylayapsan, Taşın. Shodingda, o'ylab baqsam, hiliqi muzdozbek talaylikkan. Kimni deysan? Hiliqi balla cho'chkidagi muzdozni deyman. Bir kuni hiliqi muzdoz ishlab bek charchab ketibdi. Oyoqni yerimigacha tikibli uxlab qapti. Yerim kecha bo'lganda bir top kichik odamlar kelib, u tikib bo'lamagan oyoqlarini tikib tugitibdi. Men uxlab qolganda topshiriqlarimni ishlab qo'ydigan mashina bormi? Albatta bor. Ladlik sanduq. Yaxshi bo'ldi. Ularga qiladigan ishini deb bo'lgandan keyin uxlaysan. Mayli qanday ish bo'lsin, ular hammani qiladi. Ular menga topshiriqlarini ishlab bersa bo'ldi. To'g'ri, bugungi topshiriqlarim bek tez. Ular ishlayalamdi. Cho'qim ishlayalaydi. Avval boshqa ishlarni qog'ozib sinab boqay. Opa, men qildigan bir ish bormi? Yo'q. Sana qanday ishlarni buyursam, buzibli qo'ysan. Bo'ldi. Opa, men cho'qim yaxshi qilaman bo'lamdi, opa. Opa meni oyoqlarni surtishga buyurdi. Ama sizlarga topshirdim. Ha, to'g'ri, men uxlasam ondan ular chiqdi.
Voy, nima degan chiroyliq. Xuddi yangi olgandek yep-yangi bo'lib ketdi. Qandoq, yomon mikanman. Ular har qanday ishni qila oladi. Rost shundoq gap. Jinshang, men yordamlashadigan ish bormi? Men o't o'tib yerib ketdim. O't o'tash, bu ishni menga topshiring. Rasman, rahmat sizga. O't cheplabekchi. Chatoq yo'q, bu ishni men sizga qilib beraman. Siz chiqib o'ynab kiring. Endi sizga topshirdim. Endi o't o'taydigan ishni sizlarga topshirdim. Hammani qipopsizg'i. Qandaq dashing? Bu xislatli sandiqning karomati bo'lamdikan. Biz ularga boshqa ishlarni qilg'izib sinab boqayli. Dada, texchi yasab bo'lamidingmi? Mening chizg'ichiligim qolmadi. Uxlab qolayli dedim. Tozimi bir? Beshimni og'irtib to'lib ko'tarolmaysanchu. Men helimi butun kuchim bilan qilyapman. Gapni oz qil. Ha, Shoufularkan-ku. Qani. Ha, Shoufu. Ha, dashing bilan shodingdan bu. Nim qilyapsizlar? Mashinamiz buzilib qoldi. Beshimiz baq qaytib ketdi. Shundaqmi? Men yasab beray. Hey, bu degan mashina o'yinchiq emas. Dadamni o'ngshamagan yerda sen o'ngshalamdi, ha? Bu ish bek oddiy, sal turib bilib qolasan. Sal saqlab turinglar. Azirli yasab bo'ladi. Oy, mashina o'g'shilibdi, bek yomonkan. Rostli bek yomonkin-a? Menga kirolg'in yasab begim bo'lamdi. Uyimizdagi televizorni yasab Menga yordam qilgin. Men sizlarning talabinglarni qabul qildim. Faqat men uxlasammi bo'ladi. Men cho'qim yordam qilaman. Ha, bu bitti. Bu mu bitti? Oxir tugidi. Nimandaq kech qaytib kelasan? Topshiriqni ishlab bo'ldingmi? Tamoqni yeb bo'lib, topshiriqni ishlagin. Men uxlagan vaqtda topshiriq ishlayman. Yaxshi. Amisa, sizlarga topshirdim. Men uxladim amisa. Shodingdan xayrli kesh. Xayrli kesh. 1, 2, 3. Hı? 1, 2, 3. Hı? Ha, uxlayamadım-ku. Ha, neymiş ki bundaq buludu? Ha, uxlayamadım. Ha, qandaq qilaman? Rostdan uxlayamadım. 1, 2, 3. Ha, uxlayamadım. Qandaq qilsam uxlayolmayapman. 1, 2, 3. Uxlayamadım. Uxlayamadım. Qandaq qilaman? Bu zada qandaq ish? Nemish uxlayolmayman? Nim bo'ldi, nemish yuz berdi? Men faqat uxlayolmayapman. Chunki sen kunduzi bek ko'p uxlab olding. Endi qandaq qilaman? Eng yaxshisi topshiriqni o'zing ishla. Agar sen uxlamasang, xislatli sandiq karomatini ko'rsatmaydi. Topshiriqni yana o'zi ishlagan yaxshi ekan.